Mandan hamma tuzamachilarning jahli chiqqanish sababi 1 litrli marinovka bonkani tuzlashni o'rgatganligim uchun. Bugun ham ozgina jahligini chiqaramiz, sababi sizlarga mana qishi bilan duo qilib yeydigan, qishda bemalol turib beradigan baklashkaga sho'rbodirni tuzlashni o'rgataman. Naborlarimizni xuddi ko'rib turganingizda chesnok, bolg'ari, murch va xren ili ukrop solib, naborlarimizni tayyor qilib olamiz va bodirlarimizni bir chekkadan solishni boshlaymiz. Negativ yozish shart emas, yerga to'xtinglar deb videoni kuzatib turinglar. Ma'lumot berib o'taman, biz umuman parninikidan foydalanmaymiz bodirni, dalani cho'tir bodirdan foydalanamiz va 10 litrli baklashkaga zich qilib joylaganda 5,5 kg, bemalol qilib joylaganda 5 kg bodring ketadi. Xuddi shunaqa qilib bodringlarimizni joylab olamiz va ketidan sekingina hammasini bir tekisga taxlab olib, suv solishni boshlaymiz. 3 soat yoki 4 soat kamida baklashkalarga suv solib qo'yamiz. 4 soatdan keyin baklashkadagi suvlarni to'kib yuboramiz. Sababi hamma loyqa suvlar chiqib ketishi va dorilar chiqib ketishi uchun bodirlarimiz ancha so'ligan bo'lsa, tirilib olishi uchun. Keyin bo'lsa yo'llarimizni yig'ishtirib esdan chiqmaydi. 3 soat, 4 soat bekor turmaymiz-ku. Haytgancha bitta ma'lumot berib o'tib ketaman yana. Ko'rib turganingizda yo'ligimizda rosa ko'p bodringlar bor edi, lekin bitta reysga sig'dira olmadim. Keyingi reysimda bochka va 3 litrli bonka tuzlashni ham o'rgataman. Menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Baklashkadagi hamma suvlarimizni to'kib yuboramiz va ketidan sho'r bodring solishni boshlaymiz. Biz juda katta ob'yomda qilganligimiz uchun sho'r suvlarimizni bir to'la bochkaga tayyorlab oldik, lekin sizlarga to'liq aytib o'taman. 10 litrli suvga bitta bochka tuz solib o'tasizlar, 900 grammli. Keyin bo'lsa xuddi shunaqa baklashkalarga solib, qopqog'ini qattiq qilib yopib qo'yasizlar.